Dada. Ketdik. Dada. Amaki. Tush oldimga. Yur dedim senga. Dadajon qo'yib yuboring. Yur. Sen hali Qo'yib uydan yuboring qochadigan qiz dadajon, bo'lib qoldingmi? iltimos. Ha? Amaki. Sen qiz bilan uyda gaplashamiz. Iltimos dadajon qo'yib Amaki. yuboring. Amaki qo'lini qo'yib yuboring. Qoch. Bu mening qizim. Tush oldimga. Qo'yib yuboring. Senmi mening qizimni olib qochgan? Hozir ichki ishlarga qo'ng'iroq qilaman. Sayflos qamataman. Qo'lingizdan kelganini qiling. Qizingizni majburlab belgi bera olmaysiz. Yur bu yoqqa. Tort qo'lingni. Iflos. Sen behayo begona yigitlarni uyga kelib oldingmi hali? Ha? Yur. Iltimos dadajon qo'yib yuboring. Men Tursunboyga turmushga chiqishni xohlamayman. Meni yaxshi ko'rganim bor. Xalitdan o'zingga yigit topib oldingmi? Mening qizimda hech qachon yigit bo'lmaydi. Qizim faqat turmushga chiqadi. Uni faqat eri bo'ladi. Tushunarlimi? Yur. Men qizingizga uylanaman. Agar menga uzatsangiz. Senmi? Ha, men. Sen o'zi kimsan mening qizimga uylanadigan? Oilang qanaqa? Nima ish qilasan? Amaki ular birga ishlashadi. Bitta kafeda. Men Shohruxni opasi bo'laman. Rostdan ham qizimga uylanmoqchimisan? Ha, uylanaman. Unda birinchi sovchi yubor. Keyin gaplashamiz. Yur. Ha. Aytgandek. Agar oilang bizga munosib bo'lsa, 25 million qalin pulni to'laysan.